Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega Orochimaru Naruto olamidagi yagona o'lmas, lekin kuchsiz shinobi? Hattoki Boruto davrida ham u o'lmaslik dahosi va yangi jutsular yaratishga juda ham qiziqardi. Lekin uni to'xtatgan sabablar bor edi. Birinchi sabab o'lmaslikka bo'lgan obsessiya. Bu uning eng katta zaifligi. O'z kuchini mukammal qilish o'rniga Orochimaru tirik qolish uchun har doim tana almashtirardi. Har doim yangi tana bilan u hammasini boshdan boshlardi. Va bu uni haqiqiy kuchiga chiqishdan to'sib qo'ydi. Ikkinchi sabab, yangi tanalar uning kuchiga chiday olmasdi. Orochimaru deyarli barcha taqiqlangan jutsularni o'rgandi, ammo bunday ulkan chakraga hech bir tana bardosh bera olmasdi. Shu bois u Sasuke'ni nishonga oldi. Uchiha tanasi uni orzulariga dosh bera oladi deb ishondi. Uchinchi sabab, tirik jasadni qayta mujassamlash jutsusi. Bu kuchli jutsu unga har 3 yilda ruhini yangi tanaga ko'chirish imkonini berardi. Ammo buni narxi yangi tana vaqt o'tishi bilan chirib, uni rad eta boshlardi. Kuchli mezbonlar kam bo'lgani uchun ko'p hollarda tanalar uni kuchliroq emas, balki yana zaifroq qilardi.